xalqarалық dаңlıq marka obraz yaratgan eskici mahsulotini Şinjan Okyan Xalqaro savdo teknik şirkati bosh vakolatligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkazib va setishning keyingi a'lo mulozimati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulotga aylandi. Okyan shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat andisi bilan eskici oila elektr uskunalarini qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sufati alayda yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarni esil bo'lishdak olaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici oila elektr uskunalari. Assalomu alaykum ekranimizga qadrli ko'rmanlar, ko'rayotgan ola Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyi madaniyat taraqqichi shirkati, Şinjan Bug'ra madaniyat taraqqichi shirkati hamkorlik bozorona sungan cho'ng tutki san'at programmasi, Obida Yipakul sadas programmasi. Rahmat, ben Umid Tursun. Mana qatma-qat tanlashlardan o'tib, mahirlarimiz o'ng'ishli holda yerim hal qilg'ish bosqichimizga qadam qo'ydi. Albatta, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Obida savdosi va mevshartli ishlab chiqarayotgan Şinjan Obida biotexnik taraqqiyot shirkati mahirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizning mehr muhabbatni o'zining mezoni qilgan mehri mablag'chiligi alayda talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Şinjan Ishbar biotexnologiyasi alayda hamkorlashgan. Albatta, ikkinchi qarorliq Yipakul sadosi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz sifatli bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Kamron buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamron savdo teknik shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. İkinci darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Obida savdosi va meva sharifni ishlab chiqarayotgan Şinjan Obida biotexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Üçüncü darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Şinjan Ishbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxona Şinjan Mo'tibar xalqaro savdo shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan farqlaydi. Rahmat. Bugun diqqatimizda bo'ladigan Al Rayi gruppasi. Qanday qolsa, qizg'in olqishlarimiz bilan Al Rayi gruppasining yetakchi ustozi Dilshod Raydin apandi, shundaqla uning 5 alyut a'losini sahnimizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Hacet emes kollarımga gül sunuş, alkanında mın daraxtın yıldızı. Kirek emes yollarıga mediyet, bulup geldin her zamanın kündüzü. Çok gözlerin nurlu hatta kuyaştın, sana kanda kandaş bulur şam çırak. Çalsam terbiyende ey bulut, senin kalbin bir ömürlük dert bırak. Ey muallim, ey zamanın kündüzü, al kanımda mın derenin yıldızı. Ey muallim, ey zamanın kündüzü, al kanımda mın derenin yıldızı. Ey muallim, ey muallim, ey muallim, ey muallim. Nesillerdim öttün erhan çok bulur. Akar derya öter yıllar belikin, saklanar senden gülmez ruh bulur.
Olarsan мәңгі ölmez ruh bulur. Ey muallim, ey zamanın gündüzü, altınında münderekin yıldızı. Ey muallim, ey zamanın gündüzü, altınında münderekin yıldızı. Ey muallim, ey muallim, ey muallim, ey muallim, ey muallim. Mana bugun Al-Rai guruhi, ya'ni bu bosqichimizning eng oldida muallimlarga atab, muallimlarga bo'lgan hurmatini ifodaladi. Sizlarga ko'p rahmat. Rahmat sizlarga. Rahmat. Mana bu mening yonimda turgan bu 5 zabardast kelgan yigitlar bo'lsa, Al-Rai guruhining 5 al-yo'l a'losi. Ammo bugungi bu bosqichimiz oxirlashganda bo'lsa, faqat birli mohirimiz keyingi bosqichga qadam qo'ya oladi. Albatta, sizlarni bugun baholashga bizning bosh yetakchi ustozimiz Dilshod Roidin ustozdan boshqa yana bizning diyorimizdagi san'atkorlarimizdan tuzilgan baholag'uchi ustozlar guruhi bor. Ular bo'lsa, Şinjan Xalq radio stansiyasi san'at bo'limining pensioneri, muqam san'atkori, atoqli naqshchi Ablis Shakir apandi. Qarshi olamiz. Jungo Muzikantlar jamiyatining doimiy hay'ati, Şinjan Muzikantlar jamiyatining doimiy muavin raisi, bosh kotib Tongji Shin apandi. Qarshi olamiz. Davlatlik birinchi darajali kompozitor, Şinjan san'at tadqiqot o'rnining tadqiqotchisi Yasin Muqbil apandi. Qarshi olamiz. Şinjan Milliy muzika o'mikining boshlig'i Baxtiyor Abduvoyit apandi. Qarshi olamiz. Markaziy millatlar naqshi usul o'miki, davlatlik birinchi darajalik naqshchisi, Qozog'iston Ostona davlatlik naqshi usul o'mikining naqshchisi O'tanbek Insoxon o'g'li apandi. Qarshi olamiz. Şinjan san'at institutining naqshi o'qituvchisi, an'anaviy ijrochilik kasbining doktor aspiranti Ayshigul Muhammad xonim. Qarshi olamiz. Şinjan muqam ansambli davlatlik ikkinchi darajali kompozitor Dilmurod Tursun apandi. Qarshi olamiz. Rahmat, qimmatli vaqtingizni chiqarib programmamizga qatnashganlarga ko'p rahmat ustozlar. Xo'sh, undaq bo'lsa, bugungi bu yerim hal qilg'ish bosqichimiz jami 3 aylanmani o'z ichiga oladi. Aldı bilan mahirlarimiz chek tortish orqali o'zining bu bosqichdagi naqshi o'rindash rad tartibini belgilaydi. Qani undaq bo'lsa, mening qo'limdagi chekni tortib, o'zinglarning rad tartiblarini belgilab olsanglar bo'ldi. Qani. Albatta, bu qitimliq bosqichimizda, ya'ni birinchi aylanmamizda har bir mahir o'zining elib kelgan naqsini sahnada o'rinlaydi. Albatta, rad bo'yicha o'rinlaydi. Dal mana shu 5 mahirimizning hammasi nomerni o'rinlab bo'lgandan keyin bosh yetakchi ustoz Dilshod Roidin apandi, shundaqla bizning baholag'uchi ustozlar ularni baholab chiqadi. Albatta, bugungi to'liq nomerimiz bo'lsa 100 nomer. Dilshod Roidin apandining qo'lida bo'lsa 51 nomer. Baholag'uchi ustozlarning qo'lida bo'lsa 7 nomerdan jami 49 nomer bor. Birinchi aylanmamizda nomeri eng oxirda qolgan 2 mahirimiz bo'lsa, bu qarorliq Yipak yo'li sadosi programmasining sahnasi bilan xo'shlashadi. Albatta, natijasi eng yuqori chiqqan mahirimiz bo'lsa, bevosita eng oxirgi aylanmamiz, ya'ni Al-Rai guruhining chempionlikni talashish aylanmasiga qadam qo'ydi. Musobaqamiz boshlanishdan avval Al-Rai guruhining yetakchi ustozi Dilshod Roidin apandining qanday yuraksizlar bor, birlikda qilib qani. Assalomu alaykum. Nahmadan o'tgan ko'rurmanlar. Ekran oldida o'tgan ko'rurmanlar. O'quvchilarimiz bilan ustozlarning mushu 20 yil jarayonida bog'langan mushu ko'ngil rishti muhabbatimiz xuddi bir oila kishilardek shunchalik yaqin bo'lib ketdik. Mayirlarimning hammasi mushu kun kelguncha jiq ajr qildi. Biz bu o'quvchilarga bildig'inimizni aymay o'rgatdik. Hozirgi kelguncha bular xeyli zo'r natijalarga erishdi. Bugungi mushu yerim hal qilish musobaqasida mushu 5 o'quvchimning mayli kim chempion bo'lsin, u ikkinchi masala, uchinchi hatto to'rtinchi masala. Muhimi mishada
Muşu hal qilish musobaqaga tayyorlab kelgan naqshini nihoyatda yuqori saviya bilan, jushqun kayfiyat bilan, erkin ozodlik bilan shuni o'rlab bersa, mushu o'quvchilarimning o'rilgan mushu nomerlardan keng xalq ommasining estetik zoq elishini tilayman. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. İkinci qarorliq Yipak yo'li sadosi programmasining yerim hal qilg'uch bosqichi. Al Royi guruhining birinchi aylanmasi hozir boshlandi. Xo'sh, oldi bilan saknimizda mahorat ko'rsatadigan mahirimiz bo'lsa, qozoq qarindishimiz Qaysar Dalay o'g'li. Al Royi guruhimizdagi birdan bir qozoq mahirimiz Qaysar Dalay. Bu natija istasirida chiq natijalarga erishgan. Bu mahirimizning mushu o'tganda cho'qim natijaga erishishini ishonchim komil. O suratga tag'da alg'algirlik kirib satniga kelib o'tirmiz. Әрине өзім bir жағынан қуанышта, өйткені алға ілгерілеп кіргендегі себебінен. Екіншіден қобалжуда бар. Осы суретке жарыс көрген соң одан кейінгі нәтижеміз қалай болады деген сияқты. Осы суретке даярлықта үш әннен даярлағанбыз. Әрине қазақша ән, ағылшынша ән, одан кейін ұйғырша әннен даярлыққа болып келіп отырмын. Nigar seni adımga ilip Kök karab hıyalga bitip Köz yumgu çakap tutan gitip Umedim zadi bu gece Nigar seni adımga ilip Kök karab hıyalga bitip Göz yumgu çakap tutan gitip Umedim zadi bu gece Kiliman dap gelmedim acab Bilemedim var nimen sevem Kiliman dap gelmedim acab Bilemedim var nimen sevem Kıyıp pişki otumda Zadi bu gece Kuyup pişki otumda dilda Umadım zadi bu gece Dildi sana var idi sözüm Kaldı sana telmürüp güzüm
Mecnun kabi zar bulup uçtum. Uxlamadım zadi bu gece. Mecnun kabi zar bulup uçtum. Uxlamadım zadi bu gece. Uxlamadım zadi bu gece. Endi sektimizde maharet gösterdiğin mahirimiz bolsa Abdukim İsmail. Alara grubumuz bir mahirimiz Abdukim. Bu mahirimiz mi? Ötkelden nayet zor neticeyle büyümüş geldi. Bu mahirimizin 20 kızım şabıksla nakşlarını teknik yukarı seviyede orlap keng halk almasının alkışına erişine ülkülü. Bu qitim biz yerim hal qilg'ish bosqichiga keldik. Mushu bosqichga kelganligimdan o'zimni intayin baxtli his qilaman. Musobaqa keskinlashgan sari o'zimizning yukini ig'irlayotdi bu jarayonda mashqmi nihoyat qattiq bo'lyotdi. Men mushu munosabat bilan bizning Al-Ray guruhidagi barliq mayirlarga omad tilayman, sizlarga omad yor bo'lsin. Yaşaymen dünyada seni dep ana. Senin diyen ayrılsam handa kılar ben. Yaşaymen dünyada seni dep ana. Senin diyen ayrılsam handa kılar men. Yürümen dersin yağmırda bana. Senin diyen ayrılsam handa kılar men. Yürümen dersin yağmırda bana. Senin diyen ayrılsam handa kılar men. Ketgili bolsidi ölümlü taşlar. Giderdi jırata seni kaptaşlar. Aman ne şürmen küzümü yaşlar. Senin diyen ayrılsam handa kılar ne. Aman ne şürmen küzümü yaşlar. Senin diyen ayrılsam handa kılar ne. Yetma dişimni sılgan kulum. Yetma hemge çıdıgan kulum. Yetma mağzapta çılgan kulum. Senin diye ayrılsam kanda kılar men. Ketudu mağzap açlıdan kulum. Senin diye ayrılsam kanda kılar men.
Anam men digen diyem tapkan pulni. Anam men digen diyem çıkan yolumni. Anam men digen diyem keygen tunumni. Senin diyem ayrılsam kanda kılar ben. Anam niye digen diyem tapkan kulum niye. Senin diyem ayrılsam kanda kılar ben. Senin diyem ayrılsam kanda kılar ben. Diyarımız içimlik sahasida öz aldığı abide sodası ve meyve şerifli işlep çıkarmaktan Şinjan Abide Biyotexnik Taraqqiyot şirketi mahirlerimizga ahmet dileydi. Bu programımızda mehri muhabbeti özün mizanı kılgan mehri meblağçılığı alaydı talep kılgan. Bu programımız bilen her millet halkının sağlamlığı ve güzelliği için tirişçilik gösteriyotgan Şinjan İşbar Biyotexnologiyasi alaydı hemkarlaşkan. Elbette, ikinci kararlıq İpek Yolu Sadası programısında birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dereceye erişken mahirlerimiz katlı boğan mükafatlar bilen mükafatlandıgan bulup, birinci dereceye erişken mahirimiz bolsa, Kamran Buaqla mesulatları arqılıq xalqımızın qızğın alqışıga erişip kelayotgan Şinjan Kamran Sodichek şirketi 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markalıq avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci dereceye erişken mahirimiz bolsa, diyarımız içimlik sahasida öz aldığı abide sudasi ve meyve şerifli işlep çıkarmaktan Şinjan Abide Biyotexnik Taraqqiyot şirketi 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markalıq avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü dereceye erişken mahirimiz bolsa, her millet halkının sağlamlığı ve güzelliği için tirişçilik gösteriyotgan Şinjan İşbar Biyotexnologiyasi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markalıq avtomobil bilan tartiblaydi. Dördüncü dereceye erişken mahirimiz bolsa, Uyghur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Şinjan Mo'tabar xalqaro Sodichek şirketi Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markalıq avtomobil bilan tartiblaydi. Programımız bilen 2015 yılı tentenlik bazan sunulgan Ravi 4 avtomobili alayda hemkarlaşkan. Endi sektimizde maharet gösterdiği mahirimiz bolsa, Abduvali To'xti. Elray grubumuzdaki mahirimiz Abduvali özünün yokur maharet bilen qo'rilgan naqshlari orqali hozirgi yerim hal qilish musobaqasiga yetib keldi. Bu yerim hal qilish musobaqasida Abduvalining texim yaxshi natijalarga erishishini umid qilaman. Bu qitim men o'zimninki shu yerim hal qilg'ish musobaqasiga qadam qo'yganimdan intayin xursand. Bu qitim men o'zimning bir tal ijodiyatim bilan yana boshqa ham milliycha ham ommabop uslublardagi bir necha naqshlarni tayyorlab keldim. Shunga televizor ekranlaridagi barliq ko'rmanlarning meni qo'llab yaqindan menga madad berishini chin qalbimdan umid qilaman. Adarım keldu Al ben derdim dade Kirpik atarım keldu Al ben derdim dade Kirpik atarım keldu Kulda aldı arzu Al ben derdin dade Vay ilahi Yalgancı yarim keldu Vay ben derdime
Yalgancı yarim keldi vay ben derdime Bağlarımni seylaqim Al ben derdim dadey Argamçı saldım vay nergeye Al ben derdim dadey Argamçı saldım nergeye Taliyemni ayok din Al ben derdin dadey Vay ilahime Yalgancı buldum yarge Vay ben derdime Taliyemni ayok din Al ben derdin dadey Vay ilahime Yalgancı buldum yarge Vay ben derdime Nachar havo rayi sharoitida siliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ichki qismining surkilishidan zaxmlanishining oldini oladigan Yaponiya davlat ishidimi yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modigrin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita kirdi. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz Modigrin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Modigrin. Telefon 135 975 75. Güzelliginizde kem bolsa bolmaydigan amillarning biri Golden Rose krem buyumlar. Uni o'zingizga amroq qilsangiz, jalbkorligingizning texnik jilvalanib, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni texnik oshqonligini his qilasiz. Turkiyaning katta mahsuloti. Faqat Golden Rose bilan go'zalligingizni oshirsanizlar, siz hech qanday go'zallardan kam emas. Golden Rose krem buyumlar. Uzun yıllık sahne hayatımda sarxil obrazlarını canlandırıp çırak nur astidagi qiziq nuqtaga aylandim. Real turmushdimi ishonch bilan chaqnab yashash mening o'zgarmas prinsitim. Bularni o'rinday olishimda albatta mening maxfiy sirim bor. Asanat badan yuz suyuqligining tabiiy atridi va mo'l maqsadlari yumron badaningizni qo'g'dab harg'inligingizni chiqarib yep-yangi rangdor hayotiy kuch ato qildi. Ishonaman, bu bizning o'rtaq sirimizga aylandi. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Endi seknimizda mahorat ko'rsatadigan mohirimiz bo'lsa, Najmiddin Osman. Yana bir mohirimiz Najmiddin efendim. Najmiddin bo'lsa, Ko'rladiyardan kelgan talant qilmoqchimiz. Bu mohirimizning yana ortiqchiligi gitarga ajoyib mohir. Yaxshi chaladi. Bu mohirimizning yaxshi natijaga erishildi. İpek Yolu Sadası programımızda qatnashib, mana yer mahal qilg'ish musobaqaga qadam qo'ydik. Men shu munosabat bilan barcha ko'rganlarimizning Alray guruhiga yaqindan madad berib, qo'llab-quvvatlanishini umid qilaman. Bu musobaqada mayli qaysimiz chiqayli, Alray guruhi bayrog'ini oxirigacha etmishini chin ko'nglimdan umid qilaman.
hasretler yağdı gönül tarımdın. Deryalar küydü ahtıganımdın. Sen ketsen men kettim esi yadımdı. Misal dep zarlıdın lekin yetmedi. Sen ketsen men kettim yürek bağrımdı. Misal dep zarlıdın lekin yetmedi. Üzülmey tuzgan atılan güller, sergerdan şamalga derin sözler. Hicrandan kur edi şu aşık çöller. Misal dep zarlıdı lekin yetmedi. Hicrandan kur edi şu aşık çöller. Misal dep zarlıdım lekin yetmedi. Güydürüş asan muşunca, bırakta kaldırış asan muşunca. Misalga yetküzüş yaman şunca. Misal dep zarlıdım lekin yetmedi. Misalga yetküzüş yaman şunca. Misal dep zarlıdım lekin yetmedi. Sen aldın vermedin sevgi nureni. Gündüz mü karangu bana günü. Bırakın tutmaz mı aman bir günü. Misal dep zarlıdım lekin yetmedi. Bırakın tutmaz mı aman bir günü. Misal dep zarlıdım lekin yetmedi. Bırakın tutmaz mı aman bir günü. Misal dep zarlıdım lekin yetmedi. Misal dep zarlıdım lekin yetmedi. Endi sektimizde maharet göstermekçi bo'lgan mahirimiz bo'lsa, bu aylanmadagi eng oxirgi mahirimiz bo'lib, Akbar Ahmed Ziba. Elray grubumuzdaki yeni bir nakşımız Akbar Ziba özünün nadir nakşlarını yokur maharetle orulaş arkalık yerim el kılgış musabıkısı geldi. Akbar Ziba'nın bu yerim el kılgış musabıkısı da yakımız zor neticeye girişini ümit kıldı. Bu kıtım ben bu yerim el kılgış musabıkısı kirgenligimden bizden tolumu kusan his kılma. Biz aldın kıtım hemimiz bir nakşıdan tayarlığımız bilen bu kıtım el kılgış musabıkısıga 3 nakşı tayarlayımız. Ama ben işinmen ki bu kıtım ben bağlı körünmen kandaşlarga yaxşı icadi nakşlardan bir qanchani ham so'l qilaman. Meni qo'llab quvvatlab berishlarini umid qilaman. Su
izleymen Perdeler içirin izleymen peder Kiblat uygudan yiyip yeni akşam Bedeler içine saklanar bedeler Ey gönlüm buldum sen ürlükümge yav muhabbet köyge çirlikümge yav muhabbet ilgisi muhabbetlik tur bilip tur bulmadı kurlikim dayav Ümitler içinde var mutluluk ümit armanlar içinde arman köyü armanlar içinde arman köyü Mahirlar özünün ən qaltis bolğan bir tərəfini dostlarına namoyon qildi. Endi bo'lsa bizning baholash bosqichimizga keldi. Ya'ni yetakchi ustozimiz Dilshod Raydin apandi har bir mahirga berilgan to'liq numar 51 numarni asos qilib turib, mahirlarga numar berdi. Qani Dilshod Raydin apandi. Mana Dilshod Raydin ustoz o'zining 5 mahirga bergan numarini mening qo'limga topshirdi. Albatta, bu numar hozir oshkorlanmaydi. Endi biz baholag'uchi ustozlarning har bir mahirga bergan bahosini birlikda ko'rib o'tamiz. Albatta, har bir mahirga ayrim-ayrim taxt ko'tarish orqali numar bersak bo'ldi. Xo'sh, unda qolsa, birinchi nomerlik mahirimiz Qaysarga bilet tashlash boshlandi. Ikkinchi nomerlik mahirimiz Ablikimga bilet tashlash boshlandi. Üçüncü nomerlik mahirimiz Abduvaliga bilet tashlash boshlandi. Qani. To'rtinchi nomerlik mahirimiz Najmiddinga bilet tashlash boshlandi. Qani. Eng oxirgi mahirimiz Akbarga bilet tashlash boshlandi. Birinchi mahirimiz Qaysarga qo'yilgan nomer. Bir xil esiltan,
bir xil umtulg'usiz lazzat. Hoji bobo pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha o'tayolmaysiz. Hoji bobo pashmatlari bir xil esil ta'm, bir xil umtulg'usiz lazzat. Hoji bobo pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha o'tayolmaysiz. Hoji bobo pashmatlari Nachar havo rayi sharoitida siliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ichki qismining surkilishidan zaxmlanishining oldini oladigan Yaponiya davlat ishidimi yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modigrin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita kirdi. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz Modigrin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Modigrin. Telefon 13 Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasbiyatini hamkorlashgan bo'lib, Karvan Tour'i to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarni necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan ko'zil programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 9 3 1 547. İkinci mahirimiz Qaysarga qo'yilgan numar 48 numar. Muborak olsun. İkinci mahirimiz Ablikimga qo'yilgan numar 46 numar. Üçüncü numaralık mahirimiz Abdualiga qo'yilgan numar 47 numar. Dördüncü numaralık mahirimiz Najmiddinga qo'yilgan numar 46 numar. Beşinci numaralık mahirimiz Akbarga qo'yilgan numar 51 numar. Muborak olsun. Aldınqı 3 mahirimiz tüvenge tushib tayyorlik qilishtirsak bo'ldi. Qani. Xo'sh, unda qolsa Abduvali apandi, Najmiddin apandi yurak so'zinglarni anglaydi. Ustozimiz bizga oz bo'lmagan ajrlarni so'ndirdi. Men mush munosabat bilan o'qituvchimga rahmatimni bildiraman. Rahmat ma'lum. Japa çektiniz. Meni yaqindan qo'llab qo'yatligan, yordamlarni qilgan idora rahbarlarimga ko'p rahmat aytaman. Bulardan kutadiganim mushallar guruhininki bayrog'ini oxirigacha yetib berishni umid qilaman. Rahmat. Bu jarayonda ustozim Dilshod ma'lum menga yaqindan yo'lak bo'lib, nima naqsh aytaman, qandaq aytaman, qandaq aytsam haqiqiy ko'pchilikka yaraydi. Shu to'g'risida har bir nuqta ustida ingichka astoydil holda menga tushuntirib, o'ziningki bildig'ini menga bildirib keldi. Shunga men mush munosabat bilan ustozim Dilshod ma'lumga cho'nqur va eng oliy tashakkurimni bildiraman. Rahmat ma'lum. Mushu Ipak Yo'li Sadasi programmasiga qatnashishga madadlarni berayotgan Aqsu'dagi barliq do'stlarimizga, urug'liqlarımizga rahmat aytish bilan birga bizningki Aqsu viloyatlik Tarim Naqsulumginingki eng yuqori o'rindagi rahbarlarga meni izchil qo'llab, menga ruxsatni oymay berib, sen bag'in qanchalik natijaga erishasang biz shuni xo'sh, ilm mush natijang biz intayin rozi, shukr deb menga cho'ng rag'batlantirishlarni berib, mishaga albatta mush munosabat bilan shu rahbarlarimga o'zimni rahmatimni bildiraman. Rahmat. Rahmat. Chiqanlarning mana shu rahmat so'zlarini anglagandan keyin ekran oldidagi shundaqla shu naq maydondagi tomoshabinlar bo'lsin. Undan boshqa yana bizningki to'rt yetakchi ustozimiz shundaq minnatdor bo'ldi. Menimcha bu vaqtida endi biz o'zimizning tirishchanligimiz orqali boshqalarga o'zimizning javobini qaytarishimiz kerak. Shundaqmi? To'g'ri. Tirishimiz. Tirishinglar. Bo'lamdi? Qani. Marhamat. Ustoz bilan qo'shilishing. Naqshingizga rahmat Najmiddin Osman. Sizning jarangliq ovozingiz radio to'lqinlarida yangrab qolmay, bizning sahnamizga rangdor tus berdi. Sizni mushu sahnada yana kutamiz. Tirishchanligingiz o'zlab qolmag'ay. Bizning esil xalq naqshlarimiz uchun sizga o'xshash o'rinlig'ichilar mahoratlik bir avlod yoshlar kerak. Rahmat sizga Abduvali To'xti. Texmi tirishing.
birinchi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Kamran buaqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamran savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida sudasi bilan meva sharifni ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biopan texnik taraqqiyot cheklanish shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Uchinchi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Xinjiang Spar biotexnologiyasi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxona Xinjiang Mo'tabar xalqaro savdo cheklanish shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Xo'sh, oldingi qadrli ko'rmanlar, birinchi aylanma musobaqamiz mana bu yerda oxirlashdi. Endi ikkinchi aylanma musobaqamizda oldingi aylanmada ikkinchi va uchinchi bo'lib baholangan mahirlarimiz o'zaro raqobatda bo'ldi. Oldi bilan saktimizda numar o'rindaydigan mahirimiz bo'lsa, Qaysar Dalay o'g'li. Sağdım koy dedin ah canım ağam. Bu gördüm bir tağlardan mamarlağam. Ol menin akşanımның akşalını. Havlakta havlak aldan damıldağan. Mende boyla zamandı sübütken. Mende boyla nüsirdi esi gitken. Mende boyla gözümde her gün sayan. Mende boyla gözümde mende boyla. Üstünde asmanım Kürsem gelen Son yemin sağan degen Kürsem demem Yurttan jasa oyasın Oyal bolsa Könlürünge jandım Ben sen dedim Mende boyla zamaldı sübütken. Mende boyla gözürde sübütken. Mende boyla özünde her gün sayan. Mende boyla özünde mende boyla. Mende boyla zamandı sübütken. Mende boyla nüsirdi sübütken. Mende boyla özünde her gün sayan. Mende boyla özünde mende boyla.
Endi sektimizde numar gösterdiğin mahirimiz bolsa Abdukim İsmail. Fıraydı yazgan xətləri Amrıqiyib xətini bağdı yazgan Qızıl gül fıraydı yazgan xətləri Amrıqiyib xətini bağdı yazgan Tan seher bulbuldek telmirib yaki Qızıl gül içilgan çağdı yazgan Tan seher bulbuldek telmirib yaki Qızıl gül içilgan çağdı yazgan Qızıl gül buraydı yazgan xətlərin Kolumda qızıl gül var mı diye yaki Kolumda qızıl gül var mı diye yaki Kelmesliye şunda xət gizleyip tursam Kütmez bir seni ölgece taki Kelmesliye şunda xət gizleyip tursam Kütmez bir seni ölgece taki Kızıl gül buraydı yazgan xətlərim O elini yep kettin mu sen kızıl gülge Kızıl gül buraydı yazgan xətlərim O elini yep kettin mu sen kızıl gülge Yüzüp tut muhabbet dünyası yetişin Hitimsiz bu alem aylanar çölge Yüzüp tut muhabbet dünyası yetişin Hitimsiz bu alem aylanar çölge Hitimsiz
Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar. Ikkinchi aylanmadagi barliq naqshlar o'rinda bo'ldi. Baş yetakchi ustoz, Dilshod Raydon ustoz. Qaysar Dalay ma o'tganlik ma naqshini nayt texnik bilan nayt o'zining maharati bilan o'zining naqsh etish texnikasi bilan nayt chiroyli mukammal o'rinladi. Abdukim kelsak, ma Qizilgulga naqsha bek chiroyli naqsha bu. Mushu ishqishniyaga yomon keng taqilibdi. Mayli to'ydik hozir to'yda bading qandal to'yga bading aşağı deganda burun telki taqlarni etdi hozir mush naqshni etib bo'ldi. Nimishga deganda chiroyliqligi. Bir chiroyli naqshni texim chiroyli etish uchun odamning qalbimi shu naqshga bo'lgan chiroyli shu sevgisi bo'lish kerak. Men o'ylamadim Abdukimning bunchalik chiroyli etishni mana naqshni. Ma Qizilgulning puroq shivirlarini bulung pushqaq ilishuvini bek chiroyli qoldim. Barakallah. Yomon chiroyli etdim bu naqshni. 2 yillar bugun mayli Qaysar bo'lsin, mayli Abdukim bo'lsin, ikkisi bu ikki naqshni nayt haqdorlik etkizib borildi. Rahmat ustoz, rahmat. Bizning bosh yetakchi ustozimiz Dilshod Raydon apandining qo'lida. To'liq numar 51 numar. Dal mana o'sha 51 numarni ishkaydanga taqsimlab bersiz. Mening qo'limda Dilshod Raydon apandining ikki mohirga taqsimlab bergan numar bor. Undaq bo'lsa, endi biz baholag'uchi ustozlar bu ishkaydanga qandoq numar taqsimlab berdi? Birlikda ko'raylik. Qaysarga bilet tashlamoqchi bo'lgan ustozlar qizil taxtay. Abdukimjonga bilet tashlamoqchi bo'lgan ustozlar ko'k taxtay ko'tarish orqali o'zinglarning numarini oshkorlasanglar bo'ldi. Qanday bo'lsa, bilet tashlash boshlandi. Endi bosh yetakchi ustoz Dilshod Raydon ustozning ikki mohirga bergan numarni ko'rib o'taylik. Nachar havo rayi sharoitida siliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ichki qismining surkilishidan zaxmlanishining oldini oladigan Yaponiya davlat ishidimi yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modigrin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita kirdi. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz Modigrin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishining, mashinangiz o'zi so'zlisin. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Modigrin. Telefon 13597575. Güzelligingizni kam bo'lsa bo'lmaydigan omillarning biri Golden Rose krem buyumi. Uni o'zingizga amroq qilsangiz, jalbkorligingizning texnik jilvini, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni texnik oshqonligini his qilasiz. Turkiyaning katta mahsuloti. Faqat Golden Rose bilan güzelligingizni oshirsanizlar, siz hech qanday go'zallardan kam emas. Golden Rose krem buyumi. Karvan marka işleri. Karvan marka işleri bölümü marka engaldırış, kasbi marka layihalash, şirket karxan kuruş, buğaltırlıq məsləhçilik qatarlıq mülazimetlerini becirdi ve her qaysi yerlerden vakalatçı qabul qildi. Karvan marka işleri bölümü marka işleringizdeki en işençilik orun bop qağısı. Alaqalash telefon numeri 400 600 1055. Talant sizde. İsim tem, abide alma ve limon temlik soda suyu. Abdukim İsmoilga bergan numar 26 numar. Qaysar Dalay o'g'liga berilgan numar 25 numar. Abdukim İsmoil bu aylanmada 61 numar bilan keyingi aylanmaga muvaffaqiyatli qadam bosdi. Muborak bo'lsin. Qani, keyingi bosqichga tayyorlashtiring. Qaysar, hozirgi yurak so'zimizni anglaylik. Başlapda sen chiqqan vaqtda degandim. Men naqsh etishni yaxshi ko'rmishim o'sha kelganda. Albatta, bugungi natijam yetgan yerim bu emas, yetildigan yerim. Shunga davomli yetilishni o'ylayman. Albatta, shuning uchun tirishman. Rahmat. O'ylab baqsam, shu musobaqa qatnashgandan keyin qadimdan tortib ikki millat qozoq uyg'ur ikki millat orasidagi do'stligi yaxshi bo'layotgandan keyin men chiqqandan keyin texmo yaxshi bo'ldi deb o'ylayman.
tunji qatim musobaqa kelganda ustozim ilib kelgan bo'ladi. O'sha musobaqa qatnashib yaxshi aytib, natijasi qanday bo'lsin mayli, naqshani yaxshi aytib chiqsam bo'ldi degandi. Ashuni o'rinladim deb bildim. Yaxshi. Nurg'unlar musobaqalarga qatnashdik. Nurg'unlar yaxshi bo'lgan natijalarga erishdik. Bu jarayon haqiqatan oson emas. Ammo mushu jarayonda biz o'zimizni yetildirgan shu xil qobiliyat bo'lsin yoki bo'lsa o'rganib olgan shu jihatdagi bilimlarimiz bizga oxirgacha asqatadi. Shundaqmi? Unda bo'lsa davomli tirishing. Muvaffaqiyat sizga bo'lsin. Qani, ustoz bilan xo'shlashamiz. Qani, alqishlarimiz bilan Qaysarga. Sizga sizga rahmat. Qozoqcha ajoyib lirik go'zal kuylar borki, men deb o'ylamo shularning biri. Bu naqshini to'limi hissiyotliq va lirik, shundaqla muhabbatlik o'rinlab berdingiz. Texmi ko'p lirik naqshlarni qalbimizga taqdim qilg'aysiz. Diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Sudasi va Mil Sharifni ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot shirkati mohirlarimizga omad tilaydi. Bu programmamizni mehr muhabbatni o'zining mezoni qilgan mehri mablag'chiligi alohida talab qilgan. Bu programmamiz bilan har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ishbar biotexnologiyasi alohida hamkorlashgan. Albatta, ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasida 1, 2, 3, 4 darajaga erishgan mahirlarimiz sifatida bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Kamron buaqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamron savdo cheklik shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Ikkinchi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Sudasi va Mil Sharifni ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot cheklik shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 3-darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ishbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. 4-darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Mo'tabar xalqaro savdo cheklik shirkati Ekson kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Programmamız bilan 2015-yili tantanlik bozor silingan Ravi 4 avtomobili alohida hamkorlashgan. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, Al Rayi guruhining yarim hal qilg'ish musobaqasining 2-aylanmasi oxirlashib, 3-aylanmasiga qadam qo'ydik. Oldi bilan sahnimizda mahorat ko'rsatadigan bo'lsa, Abdukim Ismoil. Yarım seni bir ömür küttüm, yüreğimge seni la püktüm. Şen fakat seni la süydüm. Yarım beni bunca aldıma, şen fakat seni la süydüm. Yarım beni bunca aldıma, kılalmadım zadıla takat, dil beğimni kaplı diye esret. Kılalmadım zadıla takat, dil beğimni kaplı diye esret. Mıngıt kandan tügümez bu dert. Yarın beni bunca aldıma,
yarım beni bunca aldıma. Sen yüreğimsen yanılamemsiz yarım beni bunca aldıma. Yarım beni bunca aldıma. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, endi sektimizda mahorat ko'rsatadigan bo'lsa, oltin o'rinni ketayotgan Akbar Ahmad Ziba. Yollarınğa yürgüm aktı, göz yaşımı verdin bulutqa, leylüşken bir dal yupuma aylandı bir dal kulupka. Bulup göründü kapat, rahat bilen bağrımni yoktı. Gözlerimin qarısı muda, kökke emas körükünge baktı. Kümüş bulup göründü kapat, rahat bilen bağrımni yoktı. Gözlerimin qarısı mudar, kökke emas körükünge baktı.
yüragim aktı. Göz yaşımni verdin bulutqa, leylashgan bir tal yupurma. Aylandı bir tal kulubqa, bir tal kulubqa. Mana ikki mohirimiz eng oxirgi aylanmadiki mahoratini ko'rsatib oldi. Ona qolsa, oldi bilan biz ustozlar qanday baholan berdi, anglab boqaylik. Abdulla Abdurim ustoz. Bak yaxshi aytildi naqshlar. Abdikimmo yomonroq aytadigan naqshisini oqsiga olib qo'yibdi ekan. Shu musobaqa degan buni o'ylaydigan ishlarmi borchi? Ma'lummi dedi balkim sizlarga. Naqshni aytimiz, tekst yodlaymiz, turaqlarni, hissiyotini, hayojini, hamma narsani qilgandan boshqa rad tartibi bor naqshning. Ma'ni qanday vaqtida aytish kerak? Uning kaynidan qandaroq bo'lsa, qaysiroq naqshni ayt. Bu bak muhim narsa. Shunga men Abdikimning mavu naqshini ijro qilishdagi saviyasini ancha kichik saviya deb o'ylamayman. Menimcha eng oxirida o'zi eng texim yaxshi ijro qiladigan pishiq naqshisini Akbarjon bilan birga tushadigan so'rin uriladi deb o'yladim. Akbarjon buning naqshlarining hammasi nihoyatda pishiq, o'ziga puxta, chunki bu o'zining naqshisini albatta o'zi qanday bo'zaq qismi bizning amalimiz yo'q. Shunga bu naqshni nihoyatda yaxshi, chiroyli yozib o'zingiz yozgan-ku deyman. Mushu yigit naqsh musobaqasiga qatnashdi, hamda bu texim yaxshi bo'ldi. Ammo bu ijodiyat sohasidami yana uzluksiz ilgirlab ketayotgan yigitimiz bu naqshni yaxshi chiroyli urildi. Rahmat ustoz. Rahmat. Nurnisa ustoz. Abdikim maqitim Abdulla ustozimiz degandek ras hayron qoldirdi. Akbar Ahmad Ziba, men o'zimning ijodiyatlarimni, men o'zimning ovozim bilan bir aytib baqsam degan umidim bor, shuning uchun keldim degandi. Sizga opirin, texmo yangiliklarni tilayman. Rahmat ustoz. Rahmat. Adila Sadiq ustoz. Har ikkalisidan kim o sahnada aytayotgan naqshidan bo'lsin, masim yoki turayotgan oldidan bo'lsin, hech qanday naqsh ekanligini bir qarab bila olamiz. Abdikim naqshining avdisi kelgan chog'da hammamiz o'zingizga tatib oldingiz. Pek yaxshi o'rindadingiz, rahmat sizga. Akbar do'stim, ijodiyatingizni pek yaxshi ko'rdim. Xuddiyligi naqsh muzikalik operada rol o'ynayotgandek, hozirning o'zida MTV ishlayotgandeklar darajada shunchalik sahna qiyofati ham naqsh ovoz, mayli tekst bo'lsin, melodiya bo'lsin, o'rindog'uchi bo'lsin, shunchalik guli-guliga, shunchalik mos kelgan bir naqshni olib chiqibsiz. Sizga barakalloh. Rahmat ustoz. Rahmat. Dilshod Raydon ustoz. Bu ikki mahirimiz yaxshining ichidagi yaxshilari. Abdikim bugun favqulodda yaxshi o'rildi. Ham Akbar bo'lsa bayqi naqshni o'zi yozgan, o'zi ijod qilgan. Ikkilardan shunchalik roziman. Bak yaxshi o'rinladinglar. Bak xush bo'ldim sizlardan. Shunday yaxshi natijaga erishganliginglardan intayin xursand, bak xushman. Rahmat ustoz, rahmat. Qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Mening qo'limda bosh yetakchi ustoz Dilshod Raydon apandining ikki mohirga bergan eng oxirgi numeri. Undaq bo'lsa, endi biz baholag'uchi ustozlar bu ishkaylarga qanday baholan berdi? Albatta, Akbarga bilet tashlamoqchi bo'lgan ustozlar bo'lsa, qizil taxtayni ko'tarsanglar bo'ladi. Abdikimga bilet tashlamoqchi bo'lgan ustozlar bo'lsa, ko'k taxtay ko'tarish orqali nomer bersanglar bo'ladi. Qani undaq bo'lsa, nomer berish boshlandi. Rahmat. Undaq bo'lsa, endi biz bosh yetakchi ustozimiz Dilshod Raydon apandi zodi bu ishkaylarga qanday nomer qo'ydi? Birlik ko'raylik.
Nachar havo rayi sharoitida siliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ichki qismining surkilishidan zaxmlanishining oldini oladigan Yaponiya davlat ishidimi yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modigrin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita kirdi. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz, Modigrin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Modigrin. Telefon 13 Xalqarалық dаңлıq marka obraz yaratgan eskici mahsulotları Şinjan Okyan Xalqaro savdo cheklanish shirkati bosh vakolatligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkiri va setishdan keyingi a'lo mulozimati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulot aylandi. Okyan shirkati 5 yildan buyon maxsus setishlikni to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat andisi bilan eskici oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sutda alayda yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarni esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan otildi. Eskici oila elektr uskunalari Uzun yıllık sahne hayatımda sarxil obrazlarını canlandırıp çırak nur astidagi qiziq nuqtaga aylandim. Real turmuşdumu, ishonch bilan chaqnab yashash mening o'zgarmas prinsitim. Bularni o'rinday olishimda albatta mening maxfiy sirim bor. Asanat badan yuz suyuqligining tabiiy atridi va mo'l mag'zatlari yumron badningizni qo'g'dab g'arg'iligingizni chiqarib yep-yangi rangdor hayotiy kuch ato qildi. Ishonaman, bu bizning o'rtaq sirimizga aylandi. Güzelligingizni kam bo'lsa bo'lmaydigan omillarning biri Golden Rose krem buyumlar. Uni o'zingizga amroq qilsangiz, jalbkorligingizning texnik jilvini, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni texnik oshqonligini his qilasiz. Turkiyaning katta mahsuloti. Faqat Golden Rose bilan güzelligingizni oshirsanizlar, siz hech qanday go'zallardan kam emas. Golden Rose krem buyumlar. Bir xil esil tan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Hoji Bobo pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Hoji Bobo pashmatlari. Bir xil esil tan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Hoji Bobo pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Hoji Bobo pashmatlari. Akbar Ahmad Zibaning erishgan numeri 30 numar. Abdukim Ismoilning erishgan numeri 21 numar. Akbar Ahmad Zibaning 3-aylanma musobaqada erishgan natijasi 65 numar bo'lib, Al Ray guruhining chempionligiga erishdi. Muborak bo'lsin. Abdukimjon. Bugün Al Ray guruhining ikkinchiligiga erishdik. Hozirgi shu chin hissiyotimiz zodi qanday? Alloh baqaydi. Mening hozirgi hissiyotim nayt xo'shalman. Chunki shu o'qituvchim Dilshod Raydin ma'lumni ustoz qanning yaqi nurg'un bilimlarga erishdim. Shu ustoz o'z yaxshi yetaklashga, ovoz chiqarish, har qanday jihatdan yaxshi tarbiyalashga mushunchilik yaxshi natijalarga erishdik. Bugungi chempion bo'lish bo'lmaslik masala emas. Chunki shu kirib qolgan o'quvchilar hammasi bilan shundoq yaqin mana uzun musofani besib kelamiz. Nurg'ulg'an musofani mishadib birga tomoq yeb, birga fikrlashib, hamkorlashib, bir urug' tuqqanda qon qarindoshdek bo'lib ketdik. Hozir bir-birimiz chidamas bo'lib qoldik. Chidamaymiz bir-birimizga. Men nayt xush bo'ldim hozir. Rahmat. Abdukimjonning bizga elib kelgan aktiv energiyasi balkim hammalarni ta'sirlantirgan bo'lishi mumkin. Qanday qolsa, endi biz qizg'in olqishlarimiz bilan yana qolgan 3 mohirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Qani, alyulalola, sahnamizga marhamat. Xo'sh, albatta, sizlarning o'zgacha intan katta bo'lgan mukofotinglar bo'lib, bu mukofotinglar bo'lsa, Qutlan xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan telefon. Albatta, bu mukofotinglarni bizning bosh yetakchi ustozimiz Dilshod Raydin apandi o'z qo'li bilan taqdim berdi. Qani, Dilshod Raydin ustoz, sahnamizga marhamat. Nesillerden öttün argan çok bulur. Akar derya öter yıllar belikin. Saklanar sen. Dilshod Raydin ustoz, mana guruhimizning chempioni barliq keldi. Unda qolsa chempionga shundaqlar boshqa o'quvchilaringizga deydigan qanday kerak so'zlaringiz bor? Mening o'quvchilarim hech qaysi hozirgacha
Ay, ma o'tkatdi, men qilib qoldim deb o'kinib qolgan birsini ko'mdim. Aş 16'sını tanlagan vaqtini tatib, aş 16'sının hozirgacha bizde o'sha nima bor u? Telefonda aloqalashib turamiz. Har qanday vaqtda kunda mush bolalar qanchalik natija erishsa, burun qilib qolgan bolalar bulardan bakara qo'shiladi. Qo'shilib telefonlarda tabriklab ashta qilyapti. Hozirgacha. Endi bugungi ma xabarni aşu mush 5dan boshqa 11 o'quvchim anglasa, cho'qim angladi ularmışlabda. Birden turib hammasi tantana nimalarni avatdi bularga. Mana mushtaq bir ruh meni ta'sirlantiradi. Lekin chempion yana bir. Bular 16 semiz dedi. Qaysimiz chiqsak muallim, hech qanday gap yo'q. Mushu guruhda birinchi bo'lganimiz, mush Elray guruhi sizning o'zingiz, mushu guruhimizning o'zi. Mushu guruhimizning natijasi. Bundan keyin har qanday ish bo'lsa, qanday vaqtda bo'ldigan bo'lsa biz yana davomli bo'lamiz deb turadi. Bundan keyin jiq planlarimiz var. Mush 16 bolalar qilimiz deyotgan. Shu planlarimiz amalga oshsa, yana davomli talantlarimizni joriy qildirib, yana jiq xizmatlarni qilamiz. Oldi bilan bugungi mushu yerim hal qilish musobaqada mushu mening 5 o'quvchimning mushu yetgan natijasiga men chin qalbimdan tabriklayman. Hammanglarga muborak bo'lsin. Akbar sana texi muborak bo'lsin. Hammalardan suyundim. Bundan keyingi turmushingizga baxt, xizmatingizga utuq, diningizga salomat, natijalar zo'r utuq bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Rahmat ustoz. Ana shu go'zal tilaklar sizga katta. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, mana Elray guruhining yerim hal qilg'ish bosqichi o'sha yerda oxirlashdi. Keng son ko'rishga mavlolar. Xayr xo'sh. İpek yolu sadasin, sevginin yok çevrasin, hoş avazlar saynasin. İpek yolu sadasin, İpek yolu sadasin, sevginin yok çevrasin, hoş avazlar saynasin. İpek yolu sadasin. İpek yolu sadasin, sevginin yok çevrasin, hoş avazlar saynasin. İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi. Hoş avazlar saygısı, İpek yolu sadası. Yolida eldat bolan çeven